Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, ishlaringiz yaxshimi? Xo'p, mana shu yerda ikki qator arimiz bor. 50 ta yashik, ba'zi birlari 2 tali oilali, ba'zi birlari 3 tali oilali. Arilar hammasi onalari 25-yilda chiqqan, o'zimiz chiqaramiz. Matkalar bilan shug'ullanamiz. Xo'p, arilarning holati mana shu holatda. Juramka, arilar siqilgan, ovqatlari yaxshi. Mana bunisi to'g'ramka. Mana bunisi juramka. Xullas mana shu holatda arilarimiz bakfas, karnika. Mana bunisi to'g'ramka ekan. Ovqatlari 70-80% tayyor boqilgan. Kanasiga dimpushka bilan 2-3 martadan dorilar qilganmiz. Mana bunisi to'g'ramka. Xullas mana shu arilarning soni yashigimiz 50 tadan oshiqroq, soni 130 ta yoki 130 tadan oshiqroq bo'lishi kerak. Oila soniga hisoblaganda. Yashiklar soni yashiklarda nimasi oilasi 2 taligi ham bor, 3 taliligi ham bor. 3 taliligi 8 ramkadan yiltadi. 2 talilari 10 ramkadan yiltadi. Mana bular. Yashiklar hammasi o'rtacha. Mana bular bir 8 yil, 9 yil ishlagan bo'lsa, mana ular 5-6 yil ishladi. Farg'ona uyushmach, asalati uyushmasining yashiklari, hammasi yangi yashiklar. Olaman, boqaman, qarayman degan ishqibozlar uchun komplekt tayyor narsa. O'zlari xolistoylari, yangilangan karmoshkalari o'zida tayyor narsa. Ashlarni sotamiz. Matkalar mana 25.